Opamizda L5S1 umurtqa pog'onasida katta hajmdagi o'ng tomonlama joylashgan grijasi aniqlangan. Kuni kecha endoskopiya uslubida grijasini olib tashladik. Xudo xolasa, mana og'riqlarsiz bugun uyga javob beryapmiz. Siz rosa operatsiyani qildirmayman, qo'yapman dedingiz. Qo'rquv bor. Qo'rqishga arziydigan narsami o'zi operatsiya? Yo'q. Qancha bo'ldi og'riq boshlanganiga? Ancha bo'ldi. 15-20 kundan beri qiynalgandim. Juda darajada. Oyoq o'zi ishdan chiqqanida. Bir yurib bering chiqaning. Hozir yaxshi Allohga shukr. Juda og'ir, achinarli ahvolda edim. Juda qiynalgan holatda kelgandim. Yaxshi, ishonchli ekan. Rahmat, qo'llaring dard ko'rmasin. Alloh tilincha tiringlar. Yaxshi. Yaxshi yetib oling, salomat bo'ling. Qayta bu kasallikka chalinmang. Usmonova Malohat. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Sardoba shaharchasidan keldim. Shu yerga juda og'ir ahvolga kelganman. Allohga shukr, davo topdim. Alhamdulillah. Ularga shukr. Ular dard ko'rmasin. Meni shu holatga kelgizganiga shukr. Rahmat.